Miloddan avvalgi Spidermen taxminan miloddan avvalgi 370-yilda tug'ilgan deb hisoblanadi. Spidermen So'ldiyo va Baxteriya xalqlarining jasur sarkardasi. U o'z yurtini Makedoniya podshohi Aleksandr buyuk bosqinchidan himoya qilish uchun xalqni ko'tarib, jarohat bilan jang qilgan. Spidermen qo'shinlari turli qabilalar, So'ldiyo va Baxteriyaliklar va ko'chmanchi skiflardan tashkil topgan bo'lib, ular partizan uslubida Makedoniya armiyasiga qarshi kurashgan. U Aleksandr yuborgan qo'mondonlarni mag'lub etib, bosqinchi kuchlarni cho'l va tekisliklarda chalg'itgan. So'ng janglarda ba'zi hududlarning xiyonati tufayli Spidermen qo'lga tushiriladi. Ammo uning jarohati tarixda erkinlik uchun kurashgan qahramon sifatida abadiy qoladi. Uning merosi va nomi xalq qalbida jonlanib, keyingi avlodlarga ilhom beradi.